Issiq jonning ismasi bor deganlardek, tirik inson albatta kasal bo'ladi. Bizni baxtimizga sog'liqni saqlash xodimlari, ya'ni vrachlarimiz doim sog' bo'lishsinlar. Mana shunday vrach opalarimdan biri menga o'z hayotida ish jarayonida bo'lgan bir voqeani gapirib berdi. Men sizlarga eshitganlarimni bayon etmoqchiman. Men ko'p yillardan beri tug'ruqxonada ishlayman. Ko'p ayollarimizni onalik baxtiga muyassar bo'lishda qo'limdan kelgancha yordamlashganman. To'g'ri, ba'zilari bunday baxtga erisha olishmaydilar. Ya'ni farzandni tug'ilish jarayonida o'lik tug'ilishi mumkin va hokazo. Nima bo'lganda ham avvalo Allohning rizqi berilmasa, bizni qo'limizdan nima kelardi? Bir kuni tunda navbatchiligimda qabulxonada o'tirgandim. Tug'ruqxonadan qo'ng'iroq bo'ldi. Kasalxonamiz 4 qavatdan iborat ikkita bino bo'lib, qabul bo'limi boshqa korpusda joylashgan. Ziyoda opa, tez yetib keling. Homilador bir ayolni olib kelishdi. Qornida kuchli og'rig'i bilan kelibdi deyishdi. Qabulxonani tashladim-da tug'ruqxonaga yugurdim. Borsam, homilador ayol tug'ruqxona palatasida og'riqdan inqillab yotardi. Nima bo'ldi? So'radim va qornini ochib, ya'ni ko'ylagini ko'tarib tekshira boshladim. Bachadoni ko'tarilib va qattiq bo'lib turganligini ko'rdim. Qornidagi bolasining bir qismi aniq sezilmasdi. Bolaning yurak urishi aniq urmasdi. U ayolni esladim. Bir hafta oldin qabulimga kelgandi. Ro'yxatga yozilish uchun. Qornim og'riyapti deya javob berib gapida davom etardi. Qishloqda qarindoshlarimizningkiga borgandik. Yo'l uzoq va notekis edi. Biroz silkindim shekilli, mashinadaligimda yo'q, qornim og'rishi boshlangandi dedi o'sha ayol. Qon bosimi qanday deya so'radim akusherkalarimdan. 100 ga 60 deyishdi. Bemorni xirurgiyaga olib boring. Nasilkadami yoki yurg'izibmi? Yurg'izib deganingiz nimasi dedim. Axir bu ayol o'z oyog'i bilan yurib keldi deyishdi. Tez nasilkaga yotqizib, xirurgiyaga olib boringlar. Ana eri ham yordamlashadi dedim. O'zim esa telefonni olib, xirurgiyagami tez jarrohlik xonasini tayyorlab qo'ying. Biz sizlarga bachadonidagi chandig'i yirtilgan homilador bemorni olib borayapmiz dedim. Yana bir raqamni terdim-da, ayollar konsulxonasimi? Tez NNN kartasini toping. O'sha ayol bir hafta oldin bizga ro'yxatga qo'yilgan. Kartasini olib, natijalari bilan xirurgiyaga olib boring. Meni qabulxonada kutinglar. Men operatsiyaga ketyapman dedim. Bo'sh tug'ruq kartasini oldim-da, ularning izidan xirurgiya bo'limiga yugurdim. Xirurgiyada bizni tajribali xirurg Yangiboyev kutib oldi. Bemorning tomir urishini tekshirib ko'rdi-da, menga shivirlagan ovozda: "Bolanimi yoki onasinimi? Qay birini saqlab qolamiz?" dedi. Bu gapidan ko'zlarimni katta-katta qilib jahl qildim va unga javoban: "Nimalar deyapsiz? Qanaqa bola? Men ko'proq onani saqlab qolishni o'ylayapman" dedim. "Tushunarli", javob berdi u. Men yordamchiga qarab: "Bemorni operatsiyaga tez tayyorlang. O'zingiz ham tayyor bo'ling. Men ham 5 daqiqadan so'ng kiraman" dedim. Operatsiyani boshladik. Tig' bilan kesib jarohatni ochdik. Yirtilib ketgan bachadon to'liq yiringlay boshlagan ekan. Chandiqni chetlari qoramtir qon bilan qoplana boshlagan ekan. "Menga yordam bering. Men qo'rqayapman" dedim yordamchimga shivirlab. "Qo'rqmang, qani birgalikda harakat qilamiz" deya barmog'i bilan tikilgan choklarni chetidan yurg'izib, taranglashtirdi va qonni artib oldi. Qon oqishi kamaytirilganligini ko'rdik. "Bo'ldi, endi qisilib qon to'xtadi. Ishlayvering" deya meni tinchlantirdi. Biz ishni boshladik. Ehtiyotkorlik bilan yo'ldoshga tegmasdan ichida bola bo'lgan pufakni sekin yordim va ichidan oppoqqina qog'oz kabi bolani oldim. Nafas olmasdi. "Afsus, ulgurolmadik" dedi va kindigini kesib: "Yangiboyev, bir qarangchi, balki biror bir ilojini qilarsiz. Siz axir bizning sehrgarimiz-ku" deya nafas olmayotgan go'dakni akusherga uzatdi. Bolani berib biz ishimizda davom etdik. Mana 10 minutdan keyin tomirlar bog'lanib bo'lgandan keyin bachadonni orqaga tashladik. Shu payt juda sekin ingrash eshitildi. Xuddi mushuk ovoziga o'xshardi yoki bizga shunday eshitildimi, lekin bir payt o'sha ingrash bolaning yig'lash ovoziga almashdi.
Nahotki tirik bo'lsa deya sevindik. Yangiboyev, bu bizni bolachamizmi yig'layotgan? So'radim undan. Jarrohlik xonasiga kirib kelgan Yangiboyev, o'zingiz aytmaganmidingiz, meni sehrgarimsiz deb. Yengillik bilan operatsiyani muvaffaqiyatli tugatdik. Bachadonni to'liq yorib, bolani ham, onani ham qutqarib qoldik. Bu bizni brigadamizning g'alabasi edi. Alloh barchamizni o'z panohida asrab, tug'ilayotgan barcha go'daklarga rizq ato etsin. Mana shunday fidokorlik ko'rsatayotgan sog'liqni saqlash xodimlarimizga ham umr va baxtini bersin deb hikoyamizni yakunlaymiz. Ushbu voqea hayotiy voqeadir. Azizlar, kelgusi videoroliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang.